Zakazlarim olib keldingizmi? Banklari bilanmi? Nima u? Qani o'zim ko'ringchi. Oh, shotdagi hammasi. Ketdi ko'rsataman. Yoshligimizdagi o'yin esingizdami? Voy, серьезно, o'ynashni bilasizmi o'zi bilan? Ja zo'r emasmi lekin o'rgatasizmi? Bo'ldi, davay. Yutgan kechasi bilan bolaga qarab chiqadi. Kelishdi. Kelishdi. Qarang qanaqa qilish kerak. Uxti, mana ko'ring. Kimlar tushibdi sizga? Xullas, bankdan olish uchun Uzum marketdan 150 ming so'mga Uzum karta bilan xaridingizni zakaz qilishingiz kerak. Yoshlikda mahallada soatlab o'ynardik bu o'yinni. Almashardik, kolleksiya yig'ardik, hammani o'zini kolleksiyasi bo'lardi. Uxti, endi men tushunmayman nimaga hamma shunga ich hozir bo'lib ketganini. O'zi ham hozir bu hamma joyda bo'lib ketdi. Maktab, mahalla, qarindoshlar ham bilishar ekan. Lekin hamma noyobini qidirsa kerak. Ha, chunki ular eng chiroyligi. Noyoblarini olish uchun Uzum plastik kartasini olish kerak. Ochib ko'ring endi ular qanaqa ekan. Eng chiroylilari shu. Sbornidagi hamma futbolistlarni yig'ing. Banklarni hozirda butun O'zbekiston yig'moqda. Uxti. Mana bo'ldi, men yutdim endi. Tabriklayman. Endi kechasi bilan bolamizga siz qarab chiqasiz. Voy, nima yutdim-ku? Shu mani hech quloq solmaysizmi deyman. O'yin shartini deydi.